Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, bugungi darsimizda mana bunday yangi chiqqan bitta sayt orqali pul ishlashni ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta o'yinlar o'ynab. Albatta do'stlar, bu saytimizning silkasi shu videoning tavsifida bo'ladi do'stlar. Albatta. Xo'p do'stlar, endi biz saytdan avvalo pul ishlashimiz uchun ro'yxatga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qatorga email yozamiz, ikkinchi qatorga parol yozamiz. Invite code degan joyga tegmaysizlar. O'zi o'sha silka orqali kirsanglar o'zi invite kod yozib turgan bo'ladi. Mana bu yerda kapchani terib sign up deb bosinglar, siz saytga o'tgan bo'lasizlar. Agarda o'zingizning avval akkaunt yaratib qolgan bo'lsanglar, bu yerdan login degan ustiga bosib, email bilan parollarni yozib, kapchani terib olib, loginni bosib akkauntingizga kirib olishinglar mumkin bo'ladi. Hozir men o'zimning akkauntimga kirib olaman. Va mana do'stlar, men o'zimning akkauntimga ham kirib oldim. Ko'rishim mumkin, akkauntimizda hozir mana shunday albatta o'yin ochiladi. Albatta sizlar ham saytda ro'yxatga o'tkazsanglar shunday o'yin ochiladi. Xo'p, ko'rishim mumkin, hozirda balansimda mening $15 bor. Albatta sizlarda u 0 turgan bo'ladi. Sizlar o'zingizlar depozit kiritib, bu saytda mana bunday har xil o'yinlarda, masalan, Mines, Dice, Ruletka, Plinko, Keno, Space Dice, Limbo, Coin Flip orqali o'yinlarni o'ynab, o'sha pullarni ko'paytirib olishlar yoki yutqizib qo'yishlar mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, birinchi mana bu pastda 5 ta bo'limni tanishtirib chiqaman. Trade Palm orqali bu yerda biz mana bunday kriptovalyutalarda savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Ethereum va Bitcoin. Keyin activity bu yerda har xil mana bunday depozitlarga mana bonuslar bor. Har xil keyin home bo'lim orqali ko'rish mumkin. Bu yerda qo'shimcha yana bonuslar, ya'ni bu home bo'limida mana bu yerda mana bunday o'yinlarni o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Mines, Dice, masalan, Minesda bor. Minesga kirib oldindan ko'rsatib beraman sizlarga. Hozirroq o'yinni mana bu yerda bir ozgina tushuntirish uchun hop. Eng minimal pul chiqish bu 0.10 sent. Hop, 3 ta mana bunday bomba chiqishi ehtimoli bor. Hop, betni bosamiz. Ko'rish mumkin, yutdik. Keyingisida 0.12 sent bo'lish imkoniyati bor. Ko'rish mumkin, shunday qilib o'ynab ketishinglar mumkin bo'ladi, cash out qilib olishinglar mumkin bo'ladi. Hop. Shunday qilib o'ynashinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin har xil yana boshqa o'yinlar bor. Albatta ichiga kirib o'ynab ko'rish mumkin bo'ladi. Masalan, Space Days, bu ham mana bunday har xil ranglarga o'tish kerak bo'ladi. Shunda ranglarga pul tikamiz va yutishimiz mumkin bo'ladi. Hozir kirib ichiga ko'rsatib beraman. Ko'rish mumkin, mana shunday bo'ladi. Hop. Bunda nima qilasizlar? Betni bosasizlar. Betni bosganlarda o'sha adashmasam 5000 dan ko'p raqam chiqishi kerak bo'ladi va shunda biz yutib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Ko'rish mumkin, masalan, hozir 0.10 sent tiksak, biz 1.90 koeffitsiyentga ko'paytirib berishi mumkin. Ya'ni bu degani 0.09 sent foyda bilan chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi, yoki yutamiz yoki yutqizamiz. Shunday bo'ladi bu o'yin ham do'stlar, albatta. Xo'p, boshqa yana o'yinlar bor, albatta o'zingizlar uni ham tanishib chiqishlar mumkin bo'ladi. Boshqa o'yinlar bilan albatta o'zingizlar depozit kiritib o'ynashlar mumkin bo'ladi. Keyin invite bo'lim bor. Invite bo'lim orqali biz bu yerdan referral silkamizni olib do'stlarimizga tarqatib, albatta do'stlarimiz kirib depozit kiritishsa bizga o'sha bonuslari beriladi. Xo'p, keyin activity bo'limida mana bu yerda mana har xil mana bunday bonuslar bor. Masalan, referral chaqirsak, 10 ta referral chaqirsak, ular har biri minimal depozit kiritish $5. O'sha $5 dan pul kiritsa bizga o'sha 10 tasiga adashmasam o'zining komissiyasidan ham yoki mana bunday adminiga murojaat qilsak, adminda ham biz yana bonus olishimiz mumkin bo'ladi qo'shimcha. Hop, bu yerda mana invite now'da bossak, bizning referral silkamiz beriladi. Hop, person bo'lim bor. Person bo'lim orqali biz o'zimizning akkauntimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop. Ko'rish mumkin, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p do'stlar, endi hozir bu saytga depozit kiritishni ko'rsatib beraman. Depozitni bosamiz. Mana bu yerda mana hop, bu yerda ko'rish mumkin USDT orqali to'lashimiz mumkin bo'lar ekan, Tron orqali va mana bunday Venice Pay degan bitta yana adashmasam u ham bir qaysidir bir davlatning valyutasi. Xuddi bizning so'mimizga o'xshab u ham valyuta adashmasam yoki kriptovalyuta. Endi avval kriptovalyuta bo'lgan bo'lsa, avval ko'rmagan ekanman do'stlar. Hop. Masalan, USDT da tanlaysak, USDT tersi 20 tarmog'ida hop, minimalniy depozit kiritish $5 adashmasam. Hop, bu yerda hal $5 albatta minimalniy depozit kiritish, lekin bu yerda $15 yozib qo'yibdi. Hop, do'stlar, bu yerda mana ko'rish mumkin, mana shunday o'yin ochiladi. Keyin bu yerdan do'stlar mana bu depozit adresi pastiga bossak, hop, bizga hozir depozit kiritish oynasi ochiladi, ko'rish mumkin.
Xo'p, mana bu yerda mana QR kodni ham skanerlab orqali to'lov qilish mumkin bo'ladi. 2 soat ichida to'lov qilishlar kerak bo'ladi xullas. Xo'p, bu yerda mana copyright qilib olib, o'sha pulni yuborasizlar. Pulni yuborib bo'lgach, o'zi avtomatik hisoblarga kelib tushadi qanchadir vaqt ichida. Xo'p do'stlar, endi pul yechishni ko'rsatib beraman. Albatta boshqa joylarni hamma joyini tanishtirib o'tdim degan umiddaman. Albatta pul yechish uchun bu yerda mana pul yechish bosamiz. Albatta birinchi Wizdraftni bosganlarda sizlarga email, parol, ya'ni email so'raydi. Bu degani qanday? Ya'ni o'sha ro'yxatga o'tgandagi emaillar ishlab turgan o'sha aktiv email bo'lishi kerak. Nega pul yechishga mana bunday Wizdraftga birinchi marta kirganlarda sizlardan pul yechish uchun parol va pastda get email kod deb yozib qo'yadi. O'shani ustiga bosganlarda sizlarning emaillarga shu sayt tomonidan kod yuboriladi. O'sha kodni yozib akkauntlarni tasdiqlab olishlar kerak bo'ladi do'stlar. Shuning uchun albatta ishlab turgan emaillar bilan ro'yxatga o'tishlarni aytib qolaman do'stlar. Xo'p, bu yerda mana bu blockchain wallet adresda bosamiz. USDT da ko'rish mumkin. TRC20 USDT. Xo'p, bu yerga mana bu yerga USDT adresimizni va bu yerga Wizdraft amount, ya'ni qancha yechmoqchi ekanligimizni o'sha USDT adresimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir men do'stlar USDT adresimni olib kelib qo'yaman va videoni qayta davom ettiraman. Hozir adresimni olib keldim. Endi bu yerga mana hammasini qo'ydik. Endi bu yerga mana bu adresimizni joylaymiz. Bu yerdan mana bu qancha yechmoqchi ekanligimizni yozamiz. Masalan, al deb bosamiz. Hop, bu yerda endi minimal adashmasam $5 pul yechish ekan. Yechishda ham depozit kiritish ham $5, pul yechish ham $5 ekan minimal kasb. Hop, confirmni bosamiz. Albatta endi o'sha bizdan mana bunday nimamizni so'raydi, ya'ni o'sha aytib o'tgandek boya pul, ya'ni Wizdraftga birinchi marotaba bosganda o'sha nima, ya'ni pul yechish uchun parol so'raydi. Parolni o'sha kiritgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir albatta mana bu yerda mana hozir adashmasam balansimizdan pul уже chiqib ketgan bo'lishi kerak. Shunday qilib albatta pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar, albatta. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta sayt silkasi shu videoning opisiyanasida bo'ladi do'stlar. Do'stlar, albatta bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.